qanday bir sinib, hech qanday bir guruh, hech qanday bir hokimiyatning hukmronlik qilishiga bo'lsa ta'sir degan Mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bek qiyin, erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. To brainwash the American public through lying, falsifying our history. Kanlı töktük, canlı verdik, vatanını def ilişip, allı sattık bu vatanını bir bulunda kelişip. We want freedom! We want freedom! Shame on China! Shame on China! Terrorist China! Terrorist China! Düşmenin çıkıp sipildin telki tağlar atlısa, goya kara tuman kebi vatanını kaplısa, halkını öldürüp ornayı Xitay saplasa, dertlerinin üstüge dertlerini tıkıp keplese, mende vicdan vardı mı şunca korluk yetmese. Sen tökmesen aşu kanlı balan töksün mü'mise, sen özenli erdime kıllın bununla kulusa. Protesters say the bottom line is the folks that splendid China distort history, and the protesters say they won't. Partiyaga hakiki turda, sadaqatlanlik qilaman. Bu mecburiyatni Uygurum hakan bulup neçhanlık kurgan tuğu. Açıpıp kılıç bilen düşmanını qoğlap sürgen tuğu. Elmisaqtin Uygur digen milletle el bilgen tuğu. Ushbu Uygur vahisidan düşman sipil kurgan tuğu. Emdinim boldi sana Uygur deyiştin tanısan. Milletingdin tanmagın ey Uygurum hoş bop gitey. Ber icazet leylige sen. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi reisi Ablajon Laylonamanning qisqacha hayoti va Amerikada o'tkazgan kurash tarixi. Assalomu alaykum barliq partiya a'zolari. Tövende biz sizlarga Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi reisi Ablajon Laylonamanning qisqacha hayoti va uning chet eldagi 24 yillik kurash tarixi tonuşturulgan dokladni tayyorlab sunduq. Biz xalqimizga Uyg'ur millatining mustaqillik kurash yo'lida armay talmay kecha kunduz ishlayotgan bir vatan o'g'lonining ish izlarini barliq imkoniyatimiz bilan dalil isbotlarga asoslanib turib haqiqatni yo'rtishga va shu orqali Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partisi reisi Ablajon Laylonaman efendini texmi yaqindan tushunishinglarga tirishdik. Ablajon Laylonaman efendim 1965 yili mamlakatimiz Uyg'uristonning G'unji shahridan 90 kilometr keladigan Qo'rg'as chegara rayoniga joylashgan ishlab chiqarish qurilish buntuaniga qarashli 4-diviziya 64-polik 16-rotada Sharqiy Turkiston Milliy armiyasiga qatnashgan bir harbiy oilasida dunyoga kelgan. Reis Ablajon Laylonaman efendim o'sib bitilgan muhit Sharqiy Turkiston inqilobida qon kechib kurash qilgan milliy armiya askarlari va milliy armiya ofitserlari to'plashib o'ltiraqlashgan Ko'kdala degan harbiy rayonda bo'lganligi uchun u balaliq chaqlardan boshlabla bu peshqadam inqilobchilarimizdan ularning kurash tarixi, g'alabalari va shundaqla oxirgi ichinarlik mag'lubiyatlari to'g'risida tarixiy bilimlarni anglash fursatiga erishgan va uning balaliq qalbida askar bo'lish havasi qo'zg'alib, kichik chig'idan boshlabla muntazam askar tarbiyasi elishga boshlagan. Reis Ablajon Laylonaman kichikdan boshlabla Uyg'ur adabiyotiga ishtiyoq bog'lagan bo'lib, 13 yosh atrofida yezib e'lon qilgan "Men nima uchun tug'ilgan" degan she'ri bilan adabiyot sohasiga qadam qo'yib,
apam mening muallimim, öpüp tacisi, əmadınmı alim çıqqan qatarlıq şiir, rubaylar və asranlı qız, Leylanın zari, Uyghur qızının vədisi, vətən seni sevimdim, ata qini atalaysan qançilik, bir tamçı yaş, sen özəlni ərdime, qatarlıq yüzlərcə şiir əsərlərini xalqımız bilan yüz görüştürdü. Onun şiirlərində hayat haqiqatları, vətənpərvərlik, müstaqillik və inqilabi ruh əks etib durdu. Reis Ablacan Leyl Naman Efendim 2 yaşında atısı Naman Efendim'den ayrılıp kalıdı. Ve 4 kırımdışı bilen anısı Leyl Han'ın terbiyesi de çoğun buludu. O merhuma anısının özü yalnız 5 balını çoğun kılıp Katar'a koşuştek capalık emgigi ve ecrige cevaben mihriban anısı Leyl Han ve köreşcan atısı Naman Efendi'nin ismini birleştirip Leyli Naman degan ismini o'ziga adabiy taxallus va oila ismi qilib ishiltidi. Reis Ablacan Leyli Naman bir tarafdan o'zini harbiy ta'lim-tarbiya ilish bilan chiniq tursa, yana bir tarafdan 1982-yili Qo'rg'as 1-o'rta maktabdagi o'qishini tamomlagandan keyin o'z yurtidagi boshlang'ich va o'rta maktablarda o'qituvchilik, ondan 4-diviziyada maliye məsləhətçisi qatarlıq xizmətlərini işləydi. O, xizmət işləş jarayonida Uyg'urlarning yaqinqi zaman inqilob və köreş tarixlərini öyrənidi. Həm də onu real turmuşda yüz beriyotgan xalqimizning assimilyatsiya girdobidagi echinarli hayot tragediyasiga tatbiqlaydi. Mushu jarayonda oliy bilim yurti bo'lgan Siyasi pen ve kanun başkuruş Kadrlar Akademisi'de məxsus kanun kesbiga o'qishga kirib, o'qish bitirgandan keyin 4-diviziya adliya organida advokatlik va adliya xizmatlari bilan shug'ullanadi. Hamda xalqimiz uchrayotgan nohaqsizliklarni texnik yaqindan kuzatish fursatiga erishadi. Chet elga chiqishning oldida u 4-diviziya import-eksport şirketinin baş direktorluk hizmetini işlep, öz yurtida intayin qisqa vaqt ichida nayt köp töp bilan yartıdı. Reis Ablacan Leyl Naman Türkiye Cumhuriyeti'ni bir görüşten ibaret balalık vakitlerden tartib, heves kılıdığan arzusunun türküsü bilen 1996 yılı 6. ayının 23. günü Türkiye'ye seyahatga çıkıldı. Ve Türkiye'ye çıkan bir qancha gün içinde nahayeti ciddi halda Amerika hükümeti tarafından hazırlangan Washington'da tizden kelip o yerde ötküzülediğen guvalık bir yığınaga qatnashish teklifnomasini topshirib oladi. Bu teklifni topshirib olgan Reis Ablacan Leyl Naman nahayeti qisqa vaqt ichida zo'r bir tanlashga duch keladi. Qanday qilish kerak? U yoqqa qarasa ailesi ve turmuşu, bu yoqqa qarasa milleti ve onun takdiri. Ama Reis Ablacan Leyl Naman bundaq bir qisqa vaqt ichida tuyuqsiz o'ttirib chiqqan intayin xatarlik, ammo sharaflik, intayin mushkul, ammo ulug'vor yo'lni hech ikkilanmasdan o'z oila va shaxsiy manfaatidan ustun bilib, bu taklifnomani qabul qiladi. Reis Ablacan Leyl Naman parlament a'zosi Cis Yilmis'nin Amerika hükümetiga vakolatan Türkiye'de turishliq Amerika elchixonasiga yozgan alayda chaqiriqnomasi bilan 1996 yılı 7. ayının 23. günü Amerika'nın poytaxti Washingtonga yetib kelib, Amerika Qo'shma Shtatlar Majlisida guvohlik berish orqali Uyg'urlarning davosini tunji qatim xalqaralashtirgan ve anlatgan şahıs bo'lib qoladi. Reis Ablacan Leyl Naman'ın bu qitimqi Amerika Majlisida bergan guvohligi Dünya Bankasının her yılı Xitoyning atalmış Şinjanni taraqqiy qildirish qurilishiga berdigan milyonlarca dollar o'simsiz yordam puli darhol kesib tashlandi. Bu voqea xalqarada Uyg'urlarning tashqi dunyoda tunji qitim xalqarалық qonunlardan foydalanib
Xitoyga yurgizgan ig'ir zarba berish harakati deb qaraladi. Bo'libmi, bu qitimga guvohlik berish naq maydon ahvolining Jis Hilmis apandining qo'llashi bilan Xitoyni o'z ichiga olgan barliq muxbirlarga keng ichitilish natijasida barliq tashviqot vositalarida keng yer oladi. Rais Ablajon Laylnamanning bu guvohlik berish bilan Uyg'urlarning siyosiy davosining Amerika majlisida o'ttirg'i qo'yishi Xitoy kommunist hukumatini intayin qattiq sarosimaga soladi va Rais Ablajon Laylnamanning oilasiga qarata tahdid silishga boshlaydi. Rais Ablajon Laylnaman guvohlik yig'inidan keyin Amerika hukumatidan siyosiy panohlik talab qilib, Amerikadagi yangi hayotini boshlaydi. Lekin ha deganda til va iqtisodiy qiyinchilikqa taqobil turishga to'g'ri keladi. Ammo millatimizning taqdiri va hurlik ozodlik yo'lida oila va urug' tuqqanlarga keladigan xavflarni bilib turib, o'z hayotini Allohga tavakkul qilgan bu zotni Alloh hech qachon unutib qolmadi. Rais Ablajon Laylnaman Amerika hukumati tarafidan alohida chaqiriq bilan kelib, guvohlik yig'iniga qatnashganligi uchun Amerika hukumati tarafidan haqsiz turalg'u, haqsiz o'qish va yiga $500 yaqin turmush yordam puliga erishdi. Shundaqla o'zining Washingtondagi inglizcha til o'qishini boshladi. U chog'larda hozirgidek qulaylik sharoitlar, foydalangudak lug'atlar bo'lmaganlikdan bu notanish tilni xuddi tili chiqayotgan kichik boladek noldan boshlab o'rganishga va zo'r tirishchanlik ko'rsatishga to'g'ri keladi. Shundaq turibmi, Rais Ablajon Laylnaman men Amerikaga pul tepish yoki jon berish maqsadida kelmadim. Faqat va faqat vatan xalqim uchun bir ish qilib berish uchun keldim. Bu sabablik oilam, urug' tuqqan do'st birodarlarimni vatan ichida xavfga duchor qildim. Shuning uchun men cho'qim vatan xalqimning ozodlik va hurligi uchun terishmagim va uning uchun foydali ishlarni qilmagim lozim degandek bir xil jangovar hissiyatning turtkisida oldi bilan cho'qim bir qonuniy asosga ega tashkilot qurib, shu tashkilot orqali xalqning ovoqlarini anglatish kerak degan qarorga keldi. U darhol Washington atrofida yashaydigan peshqadam ustozlardan Adhamjon Zokir aka, G'ulomidin Paxta aka, Sidiq Qoji Ro'za aka va amerikalik yaqin do'sti Bill Mikhaillar bilan birlikda xalqaro taklamakon inson haqlari tashkilotini qurib chiqdi va 1996-yili 10-oyda bu tashkilotning raislik vazifasini ustiga oldi. Shu kundan boshlab Rais Ablajon Laylnaman bir minutni to'xtab qolmay Uyg'ur xalqining davosini Amerikada anglatishga otlanadi. Garchi uning ingliz tili tegi chiqmagan bo'lsa-mu, atrofidagi bir qism ilg'or Uyg'ur ziyolilarini to'plab, ularning tarjimonlik qilishi va amerikalik do'sti Bill Mikhailning yardım ostida munosabatlik Amerika majlis a'zolari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning siyosiy davosini anglatish yo'liga rasmiy tashkillik bir shaklda qadam qo'ydi. Bo'libmi 1997-yili 2-oyning 15-kuni Washingtonda Xitoy hukumatining elib borgan 5-fevral G'ulji qirg'inchiligiga qarshi tunji namoyish tashkillab, keng ko'lamdagi norozilik namoyishini elib bordi. Shundaqla 1998-yili Qirg'iziston soqchilari tomonidan qo'lga olinib, Xitoyga qaytarilish oldida turgan Nuriy Turkalning tog'asi Erkin Hoji va Obul Qosim qatorliq 5 Uyg'urni bu xavfdan qutuldirish uchun ayni chog'da Kaliforniyada turayotgan Nuriy Turkalni Washingtonga chaqirtib kelib, uning tarjimonlik qilishi bilan Amerika parlament a'zolari bilan uchrashishlar elib bordi. Oldi bilan marhum ustoz Husayn Qari Hoji, Sidiq Hoji Ro'za akalar bilan Qirg'izistonning Amerikada turishlik elchisi bilan bevosita ko'rishdi va o'zlarining bu tutib turilayotgan 5 kishining Xitoyga qaytarilmaslik talablarini o'ttirga qo'yib, bu ahvolning bakmi jiddiyligi, shuning uchun Qirg'iziston hukumatiga
darhol alayda yetkazib qo'yishini havola qiladi. Arqadanla Adhamjon aka, G'ulom Paxta aka qatorliq Washingtondagi Turkiya konsulsi bilan bu haqda maxsus ko'rishish elib bordi. Turkiya hukumatining Qirg'iziston bilan bo'lgan qarindosh davlatlar bo'lish sifati bilan bu ishga jiddiy aralashib, hayotiy xavf ostidagi bu qarindoshlarimizni qutqizib qilishni tavsiya qiladi. Natijada Turkiya hukumati bu ishga jiddiy qarab, Qirg'izistondagi elchisini darhol Qirg'iziston hukumat taraf bilan uchrashib, barliq amallar bilan bu kishilarni qutqizib qilishga yo'l yo'riq beradi. Mushundaq jiddiy harakat qilish natijasida bularning ichidagi Obul Qasimdan boshqa 4 kishi bu xavfdan qutulib qoladi. Bulardan Nuri Tulkanning tag'isi Erkin Haji hozirmi Kaliforniya shtatida istiqomat qilmoqda. Rais Ablajon Layilnaman dastlab bu siyosiy kurashni ayni vaqtlarda kishilar turmushiga yengidan kirib kelayotgan kompyuterda aloqalash yo'lidan foydalanishni eng muhim deb qarab, atrofidagi do'stlarining yaqindan yordam qilishi bilan chet el tarixidagi tunji bo'lib Teknomakan ORG tor bekitini ochdi. Hamda Uyg'ur tarim tor aloqa o'linishini chet elda yashayotgan ozgina Uyg'urlarning bir yerga to'planib, yig'ilish fursatini yaratib, ayni chog'dagi Uyg'urlar to'g'risida Google'da birdan-bir ko'rinadigan tor beti bo'lib qoladi. Demakki, Amerikalik siyosiyonlar tarafidan Rais Ablajon Layilnamanga Uyg'urlar davosining internet orqali tonishtirilishiga hissa qo'shgan tunji shaxs deb baho berdi. Rais Ablajon Layilnamanning Amerika majlisida guvohlik berishi Amerikada chiqadigan turli gazet jurnallarga tonishtirilgan bo'lganlikdan matbuotlardagi Uyg'ur Ablajon Layilnaman degan ismlarni ko'rgan Amerikalik yozuvchilardan Kolumbiya universitetining professori James Seymour apandim uni ko'plab ziyorat qilib, o'zining Uyg'ur diyoridagi yoshirin siyosiy jinoyatchilarni qamash turmalari va ularning jug'rafiyalik o'rni va jazolash sirlari nomli kitobini yozib chiqib, Rais Ablajon Layilnamanning ismini qo'shib e'lon qildi. Rais Ablajon Layilnaman bu qisqa vaqt ichida qo'lga keltirgan bu natijalardan to'liq ilhomlanadi va vatan millat uchun xizmat qilish jasorati texmo kuchaydi. Shuning bilan atrofdagi peshqadam ustozlari bo'lgan Adhamjon aka, G'ulom Paxta aka va Sidiq Hoji Ro'za akalar bilan jiddiy yig'in chaqirib, biz bilan dushmani o'rtaq bo'lgan va siyosiy taqdiri ham o'xshash bo'lgan Tibetliklarning Amerikada, Washingtonda Tibet tilida anlatilgan radio programmasi bor ekan, lekin biz Uyg'urlarning texnikicha yo'q. Biz cho'qim bu masalani eng muhim vazifamiz deb qarab, tez arada amalga oshirishimiz kerak degan qarorni o'ttirib qo'ydi. Shuning bilan u darhol Amerikalik do'sti Bill Mikhailning yordamini talab qildi va uning qo'llashi bilan ayni chog'dagi Erkin Osiyo radiosi Tibet bo'limining direktori Api Avam Jinimining o'g'li Negapu Jinimi ni izlab tepib, uning bilan ko'rishdi. U qitimqi tarixiy uchrashishga Rais Ablajon Layilnaman, Adhamjon aka, G'ulom Paxta aka, Sidiq Hoji Ro'za aka va tarjimon Rishad Abbas apandi qatnashdi. Suhbat jarayonida Negapu Jinimi Uyg'urlarning Uyg'ur tilida Erkin Osiyo radiosida Uyg'ur tilida radio ichib programmani ichishninki tamamen mumkinligini, lekin ko'plab imzo to'plab Amerika Aqsaroy va Amerika majlisiga bir petition yo'llashning naqadar muhimligini anlatdi. Bu suhbatning natijasida Rais Ablajon Layilnaman darhol vaqtni chim tutib, jiddiy holda Amerika hukumati va majlisiga petition tayyorlab, imzo to'plash harakatiga tutish qildi. Mana bu Uyg'urlarning Amerikada tunji qitim petition tayyorlashi bo'lib, u chaqlarda Amerikaning 50 shtatida faqat 71 Uyg'urlar bor edi. Bunday bir cho'ng petitionning hargizmi Uyg'urlardan imzo to'plash orqali amalga oshmaydiganligi aniq edi. Bo'libmi
hozirgidek tor taraqqiyoti bo'lmaganlikdan imzo to'plab nishondagi songa yetkazish to'liq mushaqqatli edi. Shundoq bo'lsa-mu, Rais Ablajon Laylaman hargiz bal qo'yatmay, darhol o'zlari tayyorlagan petition iltimosi bilan imzo jadvalini ko'paytirib bosdi va atrofdagi do'stlari bilan birlikda ko'chalardagi uchirgan amerikaliklarga mashinasiga may quyayotgan kishilarga imzo qo'ydirdi. Aqsaray va Amerika majlisi oldida aylancha bir tarafdan imzo to'plagach, yana bir tarafdan yolg'iz kishilik namoyish o'rinlashtirish orqali petitionga imzo qo'yish sonini ko'paytirib, bugungi mavjud Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining tasdiqlanishini qo'lga keltirib, millatimiz uchun yana bir qatim intayin cho'ng g'alabani ishga oshirdi. Rais Ablajon Laylaman Amerikadagi Uyg'urlarning sonini ko'paytirish maqsadida tashkilot ichida jiddiy yig'in chaqirib, Amerikaga Uyg'urlarni elib kelish planlarini va uning muhimligini astoydil o'ttirib qo'ydi. O'zlari qurgan tashkilot nomidan xalqaro yig'in chaqirish yo'li bilan har qaysi davlatlarda yashayotgan Uyg'ur qarindoshlarni Amerikaga qonuniy yo'llar bilan elib kelish qarori bo'yicha bu ishga jiddiy tutish qildi. U oldi bilan o'zini Amerika majlisiga guvohlik yig'iniga chaqirtgan Jis Helmis apandidan yo'l-yo'riq va yordam so'raydi. Jis Helmis apandi har qitim Rais Ablajon Laylamanni qabul qilgan chig'ida Rais Ablajon Laylaman tarafidan sovg'a qilingan Uyg'ur to'ppisini kiyib turib ko'rishatdi. Bu qitimni u Rais Ablajon Laylamanni shu shaklda qabul qildi va yordam qilganligini bildirib, Amerikaning har qaysi davlatlarda turishliq munosabatlik elchixonalarga yo'l-yo'riq berganligini aytdi. Jis Helmis apandi Amerikada intayin hurmatga sazovor va kommunizmga tishtirniqidan qarshi bir siyosiy arbob bo'lib, u Rais Ablajon Laylamanning Xitoyga qarshi harakatlariga yeshil chiroq yoqib, yepindan qo'llaydi. Mana shu Amerika majlisida kuchli ta'sirga ega bu kishining qizg'in qo'llashi bilan Rais Ablajon Laylaman tarafidan dunyodagi har qaysi davlatlarda turishliq Uyg'urlarga Amerikada ichiladigan yig'inga qatnashishlari uchun viza beriladigan sharoit hozirlanadi. Bu orqali Amerikaga keladigan Uyg'urlarning soni kundan kunga oshishga boshlab, Uyg'urlarning Amerikaga kelib siyosiy panohlik tilash yo'li va o'ltiraqlashib qilishning tunji eshigi ochiladi. Rais Ablajon Laylaman Amerikadagi yig'inga chaqirtib kelgan peshqadamlardan Turkiyadan marhum Ablekin Baqi oilasi va uning singlisi Shuhrat Toshur va Aman, Yaponiyadan Nuri Tiyib, O'rta Osiyodan Nuri Turkanning tag'isi qatorliq ko'plagan qarindoshlarimiz mana shu yo'l bilan Amerikaga yerlashib, millatimiz uchun harmay talmay xizmat qilyotdi. Farzandlarimiz ichidan marhum Ablekin Baqi ustozimizning qiziga o'xshash Amerika Aqsarayda tunji qitim taklif bilan ishga tushgan talantli Uyg'ur qizimizmi bor edi. Rais Ablajon Laylamanning chet eldagi qisqagina vaqt ichida qo'lga keltirgan bu zo'r natijalari Xitoy kommunist hukumatini cho'chitdi va qattiq sarosimaga soldi. Bu sababdan Xitoy kommunist hukumat doiralari Amerikadagi munosabatlik Amerika majlis a'zolarining qayta talab qilishlariga qaramay, Rais Ablajon Laylamanning ikki o'g'li A'lo Ablajon va Arman Ablajonlarga qat'iy pasport berib bermay, bu ota va bolalarning bir yerga jam bo'lib yashash yo'lini kesib tashlaydi. Ammo ayoli Gulnur xonimning qo'lida pasporti bo'lganlikdan Amerika hukumatining yordami bilan 1997-yili 3-oyda Amerikaga kelish fursatiga erishdi. Va bular Amerikada tug'ilgan o'g'il farzandiga Uyg'ur degan ismni qo'ydi. Uyg'ur hozir 22 yoshda bo'lib, Amerika havo mudofaa qo'g'dash armiyasiga kirib, harbiylikda tarbiyalanyapti. İnsan o'z hayotida badal to'lagan ishlardan azroq natijaga erishsa, bo'libmi bizga o'xshash mazlum va ezilayotgan, qirilib yo'qolish girdobiga kelib qolgan, irqiy qirg'inchilik uchrayotgan millatlarning vatan sirida yashayotgan farzandlari o'z millati va xalq uchun azroq ish qila olsa, to'limi suyunib, to'limi jonlanib ketadi ekan. Mana yuqorqi natijalar bilan to'lib tashqan
hayajon ichida inqilob va kurash elib berayotgan Rais Ablajon Layilnaman to'lma hayajon ichida yana bir muhim jangga atilish fursatiga erishdi. U bo'lsimi 1996 yili 10-oyda u amerikalik do'sti Jack Churchward tarafidan bir parcha ilxat topshirib oladi. Ilxatda Amerikaning Florida shtatiga joylashgan necha ming keladigan Speedland China, ya'ni nurliq Junxo bog'chisi borligini va uning Xitoy hukumati tarafidan necha milliard dollar sarf qilinib qurilganligi, ularning bu yerdagi Xitoydagi 56 millatni bir butun Junxo millati deb tashviqot elib berayotganligini, bu bog'chini bir amal qilib taqib o'tishning naqadar muhimligini ta'kidlangan edi. Bu ishlardan to'liq xabardor bo'lgan Rais Ablajon Layilnaman to'lib tashqan hayajon ichida darhol Sidiq Hoji Ro'za akaga xabar qiladi va bu ikkisi darhol shu hamon Florida shtati qarab poyezd bilan yo'lga chiqadi. Yo'l bo'yi Rais Ablajon Layilnaman hayajon ichida og'ziga tegmay o'z xushalligini hamroyi Sidiq Hoji Ro'za akaga anlatib maqadi. Gerçi safar musafisi uzun bo'lsa-mu, ular hayajon ichida hech qachon charchash his qilmaydi va qo'llarida oy yulduzlik ko'k bayroq ustida bayroq tushirilgan oq maykalarni kiyishib Florida shtatiga yetib keladi. Ularning oldiga Uyg'urlarning eng yaqin do'sti Jack Churchward ailasi qarshi olg'ili chiqadi va ularni heliqi nurliq Junxo bog'chisiga elib boradi. Bu bog'chini ko'rib qattiq g'azablangan Rais Ablajon Layilnaman shu hamon namoyish o'tkazishni talab qiladi. Oldin a'lo tayyorliklarni bitirib qo'ygan Jack Churchward ailasi darhol mashinasiga Uyg'ur va Tibetliklarning bayroqlarini elib chiqib, shu hamon bir namoyish maydoni hazırlaydi. Shu kundan boshlab Rais Ablajon Layilnaman bu namoyishni qilch to'xtatmay, har haftasiga bir qancha kun Amerikalik, Tibetlik va Mongoliyalik taqdirdoshlar bilan birlikda izchil davomlashtirdi. Hatta Dalai Lamaning bir qarindosh aksi Jigme Nurbova va uning o'g'lini chaqirtib kelib, birlikda turli tashviqot organlari va televiziya muxbirlari shundaqla bu bog'chiga sayohat kelgan cho'ng kichik sayohatchilarga to'xtamay Xitoy kommunist hokimiyatining yolg'on tashviqotlarini ayiblagan tashviqot varaqlarini tarqatdi. U yerga o'quvchilarni ko'rgazmaga ilib kelgan maktablarga va ularni ilib kelgan qatnash shirkatlariga bevosita xatlar yozdi. To'xtamay namoyish qilish bilan to'xtab qolmay, yana Xitoy hukumatining bu bog'chini bahona qilib, ko'plab o'zlarining hukumat xodimlarini o'rlashtirish orqali elib berayotgan ishpiyonlik harakatlarini Amerika hukumatiga anglitishga tirishdi. Oxiri bu zo'r ko'lamdagi necha milliard dollar mablag' silib qilingan Xitoyning yolg'on tashviqot organi yoshirin ishpiyonlik ulusini biroqla cho'p tashlab, hozirgida xarobalikqa aylantirdi va Xitoy hukumatining tashqi dunyoda elib berayotgan nayranlarini bitchit qilib tashlaydi. 1999-yili Rais Ablajon Layilnaman Rabia Qadir xonim qo'lga elinganlik xabarini Amerikadan Urumchiga borgan hukumat xizmat tekshirish guruhining boshlig'i, Amerika kutubxonasining majlis mas'uli Kenny Domba xonim tarafidan Amerika vaqti saharda naq maydondan tunji bo'lib telefon orqali topshirib elib, darhol bu uchurni Rabia Qadirning Amerikaning Oklahoma shtatida turayotgan yo'ldoshi Sidiq Hoji Ro'za akaga xabar qildi. O'zini darhol Floridadan yo'lga chiqib, mashinada 15 soat yo'l yurib, Washingtonga yetib keladi va darhol xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkilotining boshlig'i Mike Apandim bilan birga Mike Apandimninki Angliya, Fransiya, Germaniya, Avstraliyada turishli ishxonalari bilan telefon jirini chaqirib, Rabia Qadir xonimning qo'lga ilinganlik xabarini uqtirdi va bu xabarni jiddiy xalqaro matbuotlarda tarqatish orqali Xitoy hukumatiga besim ishlatib, Rabia Qadir xonimni qo'g'dab qilish tayyorlik xizmatlarini tizdan ishlashga chaqirdi. Rais Ablajon Layilnaman buninglik bilan qolmay,
Amerika Tashqi ishlar ministrligidagi munosabatli kishilar, majlis a'zolari, xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq muhim o'rinlar bilan ko'rishdi. Bo'libmi Rais Abdulajon Layilnaman Amerika davlat ishxonasi Xitoy Mongol ishlariga mas'ul Suzan Usulligin xonimdan ko'rishni talab qiladi va bu ko'rishish fursatiga erishdi. Keyingi vaqtlarda bu xonim Rabiya Qodir xonimni qutqizib chiqish ishida nihoyatda cho'ng rol o'ynaydi. Shunday qilib Rais Abdulajon Layilnaman Washingtondagi do'stlari Qaysar Seyd va Azizjon qatorliqlarning uylaridan yetib qo'pib, ular bilan birlikda Rabiya Qodirga erkinlik nomida Amerikada keng ko'lamli namoyish olib boradi. Bu namoyish dunyo matbuotlarida keng yer oladi va xalqaro harakatga aylanib, butun Uyg'urlarning namoyishlaridagi jarayonlik shuvarga aylanadi. 15 kun Washingtonda kecha kunduz degidek mushu ishlar bilan aldirash yurgan Rais Abdulajon Layilnaman Floridadagi uyga qaytib kelibmi, Rabiya Qodir xonim masalasida barliq tashkilotlar va Amerika hukumat o'rinlari bilan ko'rishishni hargiz to'xtatib qo'ymaydi va ularning zo'r kuch chiqarishi va yardım bilan Rabiya Qodir xonim oxiri Xitoy turmushidan sog'-salomat qutulib Amerikaga yetib keladi. Rais Abdulajon Layilnaman bu jarayonda bir tarafdan ishlab, bir tarafdan o'qib tursimi, inqilob va kurashni hech vaqt to'xtatib qo'ymadi. Ammo Rais Abdulajon Layilnaman yuqorida biz tilga olgan barliq da'vo, inqilob va kurash yo'lida xalqimiz va Amerika hukumatidan bir tiyinni talab qilmay, butun vujudi va razıqi bilan o'z kuchiga shundaqla xonimiy g'ulmurning kuchli qo'llab-quvvatlashiga tayanib ilib bordi va yuksak g'alabalarni qo'lga keltirdi. Bu inqilob va natijalari garchi bir Uyg'ur farzandi uchun qisqa vaqt ichida qozongan bir mo'jizadek bo'lsa-mu, lekin bu g'alabiyatlar Rais Abdulajon Layilnamanni hech qachon qanoatlantirmadi. O'zining vatan xalqi uchun texnik cho'ng ishlarni qilishi uchun cho'qim bir yuqori maktablarda bilim olmaz bo'lmaydiganligini his qilib, kech-kunduz tirishib o'rganadi, material ko'radi. Shuning natijasida qisqagina vaqt ichida til o'tkilidan muvaffaqiyatli o'tib, sharaf bilan 2002-yili 5-oyda Amerikaning Florida shtatiga joylashgan Stetson universitetiga imtihon berib o'qishga kirib, xalqaro qonun va Amerika yerlik qonunlari kasbini o'qiydi. Rais Abdulajon Layilnamanning tarixiy sarguzashtlari, tirishchanligi va uning qonun sohasidagi tajribalarining mo'lligini sezgan maktab rahbarligi uning o'qish pulining yerini ko'tarishni qaror qildi. Rais Abdulajon Layilnaman bu qonun maktabga kirgan kundan boshlab oldi bilan xalqaro qonunlardagi biz Uyg'urlar va ularning tashqi dunyoda elib boradigan haq talab va zamin davosini, shundaqla to'liq mustaqillik kurashlarini qanday qilib xalqaro qonunlarda belgilangan mavjud qonunlarga asosan unumli ilib bora oladiganligimiz haqida ko'p izlanadi. Bo'libmi Xitoy jallodlarini xalqaro jinoiy ishlar sotiga zamin haq talab davoimizni xalqaro adolat sotiga berishimizning naqadar zarurligi va tutun uyg'unligi to'g'risida ko'p qitim o'rganadi va bu to'g'risida o'zining tayyorlik xizmatlarini o'ttirib qo'yib, bu haqdagi tashviqotlarni keng xalqimizga anglitishga boshlaydi. 2004-yili 7-oyda sharaf bilan Amerikada xalqaro qonun fanlari sohasida magistrlik unvonini olib, tashqi dunyoda Uyg'urlarning mustaqillik ko'rishida kam bo'lsa bo'lmaydigan qonun sohasida eng yuqori unvon olgan birdan-bir Uyg'ur inqilobchisi bo'lib qoladi. U qonun maktabini g'albalik tamomlagandan keyin egallagan qonuniy bilimlarga asosan Uyg'urlarning tashqi dunyoda elib berayotgan da'volarining butunlay xato ekanligi, agar biz bu shaklda faqat Uyg'urlarning o'zlariga almisaqdan tayyor bo'lgan va tarixda ko'p qitim rasmiy davlat qurgan millat bo'lish sifati bilan emas, mavjud xalqaro qonunlardan jiddiy foydalanib, kishilik huquq va inson haqlari davosini rasmiy bir zamin davosiga va bu zamin davosini haq talab davosiga, oxirida bu davolarni
darhol inqilob va kurashga aylantirmasak, tadrijiy holda tashqi dunyoda elib boradigan va yillardan buyon elib borayotgan da'volarimiz orqali Uyg'urlarni qandaqdir bilib va bilmay o'z ixtiyorimiz bilan Xitoy davlati ichidagi 56 millatning biri qilib ko'rsatib qo'yib, yaqin kelgusida bir millat va bir davlat sifatida Xitoy kommunist hokimiyati tarafidan qirilib, assimilyatsiya bo'lib ketishimizga sababchi bo'lib qilishimiz muqarrar degandek to'g'ri ideyasini har xil tashviqot yo'llari orqali o'ttirg'a qo'ydi. Rais Ablajon Layilnamanning bu to'g'risida YouTube va boshqa tor vositalarda e'lon qilinishga boshlagan Yiroqni ko'rar kuchlik va amaliyotni chiqish qilgan ommabop nutqlari uning hayotiga nihoyat cho'ng o'zgarishlarni elib kelishga boshlaydi. Ilgari uni qo'llaydigan atrofdagi hamshirlari asta-asta uningdan yiroqlashishga boshlaydi. Tashqi dunyoda kishilik huquq va inson haqlari davosini elib berayotgan tashkilotlarning hammasi degidek uning shaxsiyatiga, nomusiga va oilasiga turli shakllar bilan hujum qilishga boshlaydi. Hatto yana ba'zi tashkilotlar ichki jihatda ijroiya komiteti tarafidan rasmiy qaror olib, Rais Ablajon Layilnamanni bir amallar qilib odam ishlatib o'ldirgizitish qarorini oladi. Bu xil jiddiy tahdidlar Rais Ablajon Layilnamanni hech qo'rqitolmadi. U zarlanmadi, aksicha faxrlandi. Chunki Rais Ablajon Layilnaman shu nuqtani obdan bilatdi. O'zini o'z oilasidan boshqa kam millatga vakil deb qaragan, o'zini umumiy xizmatiga atagan har qanday bir shaxs kimligini yo'qotgan bo'ladi. Shuna vatan millat o'rtaq bo'lgan bu kurashga atlangan ekanman, cho'qim bu xil kamsitish va tahdidlarga, yolg'iz qoldirilish va o'ldirishlarga tayyor turmagim lozim. Uyg'ur millatining kurash va inqiloblari 1,4 million aholiga ega va atom yadro qurollari bilan qurollangan kuchli dushmanning qattiq qarshiligiga uchrashi tabiiy. Xitoy kommunist hokimiyati har qachon birovning nima qilganligidan qo'rqmaydi. Aksincha, nima qila oladiganligidan intayin qo'rqadi. Shuna Amerikaga xuddi osmondan tushgandeklar ya tili, ya iqtisodiy, ya ijtimoiy jihatlardan alohida bog'lanishi bo'lmay turib, Xitoy hukumatiga buncha cho'ng balo qazolarni ilib keladigan Rais Ablajon Layilnamanning Amerikada qonun maktabida xalqaro qonunlardan alohida savod olishi, uningga keng Uyg'ur millatining agishishi, o'zlariga yana qandaqdir cho'ng zavolliqlarni ilib kelganligidan qattiq andirgan Xitoy kommunist hokimiyati Rais Ablajon Layilnamanni turli shakllarda kishi yirgangidek darajada xalq ichida sesitib, yolg'iz qoldirish kunlarning birida to'g'ri bir ideologiya bilan o'ttirib chiqibsa, hech kim unga agashmaydigan qilishdak ig'ir darajadagi suiqasdini qilchi to'xtatmadi. Aksincha, kun sayin kuchayib keldi. Natijada Rais Ablajon Layilnaman o'zi orzu qilib Amerikada sonimizni ko'paytirish orqali inqilob va ko'rishimizni Amerikada ilib boramiz deb cheksiz ishonch bilan yig'ib ko'paytgan Uyg'ur jamoati aksicha uningga qattiq qarshi chiqadigan bir guruh bo'lib shakllanishga boshladi. Chunki ularning nazarida Uyg'urlarning kishilik huquq da'vosi va millatlarning o'z taqdirini o'z belgilash yo'li orqali tashqi dunyoda da'vo ilib berish eng muvofiq tanlash yo'li edi. Lekin Rais Ablajon Layilnaman yana bu ideyasidan hech yanmadi. Qonun maktabni texi amrida tugatgan Rais Ablajon Layilnaman bundan keyingi inqilob va kurashlarni cho'qim Uyg'urlar ko'plab o'ltiraqlashgan va dunyoning siyosatini belgilaydigan Amerikaning poytaxti Washingtonda elib berish uchun u yerga eng yaqin Virginia shtatiga ko'chib keladi. Washingtonda keliblar o'zining mustaqillik va inqilob ideyasiga bir qadar Uyg'ur deb qarab 2004-yili qurilgan Sharqi Turkiston surgundagi hukumatining so'zchisi, Adliya ministri, tashqi ishlar ministri degandek vazifalarni o'tab, qo'lidan kelishicha xalqimiz va vatanimiz da'vosi uchun bir kishilik hassini qo'shib keladi. Lekin Sharqi Turkiston surgundagi hukumatining ikkinchi qitimliq umumiy yig'inida u
çoğun bir güçlük ideologiyaga tayangan bir partiyani sürgünde hükümetke yandaş hakkında teklif koyup küçügen bolsunmu yıllarca emelge aşırışka amalsız kaladı. Çünkü biz yukarıda tılgı ilip ötkenimizdek Reis Ablaca Layınaman Xitay hükümeti ve onun rezil peskeş oyunun neticesinde xalq içinde bolup mu Amerika'da turuşluk cemaat içinde hiç kim kollamaz dercige alla bunu düşüp bolgan idi. Tarihke nazar salgan bolsak, nurgulluğun Irak'ını körer, natik ve her taraftan yetişken Reis Ablaca Layınaman'ga okşaş adamlarının ezelden tartıp güçlük düşümünü terpedin manımuşundak her xil yollar bilen sıstırdığanlık ahvallarını uçurtuyuz. Bu hiçbir yenilik emas. Özünün bundak bir kıyın şaraitla keyniga adam toplaş imkaniyeti bolmagan Reis Ablaca Layınaman yanına özünün güçlük teşvikatlarını hiç toktatmadı. Reis Ablaca Layınaman efendimni halk içinde sistiş bilen derdi çıkmagan Xitay komünistleri 2008-yili 17 yaşlık oğlu Arman Ablacan'ı zehirlep şehit kılıdı. Ve arkadanla bu yatağını ciddi iniqlaşqa uğrulgan çoğu oğlu Ala Ablacan'ı 2 yıl türmege soğutuverdi. Reis Ablaca Layınaman bu facialardan qattiq zarbaga uçurgan bolsumu hiç baş eğmeydi. Bir taraftan vatan millet için inkılap olsa, yani bir taraftan Amerika'ya gelgen aile ve yaşlarının siyasi panahlık talep kılış yolu bilen kanunluk yaşayış için özü mesul bolgan halkaralık köçmellerini kanuni iş beceriş onun namıda koludun kilişçe yardım verip net yüzlegen Uygurlarının Amerika'da yerleşip kılışıga yardımda buludu. Vakit hemmeye karar iken, cemiyetin terakkiyatıga erişip belge taraqqiy qilgan tashviqot qurollarining qo'llaylishiga erishib Reis Ablaca Layınaman darhol o'zining jangovar vatanparvar she'rlari va favqulodda kuchli nutqlarini to'xtamay tashviq qilib Xitoy kommunist hokimiyati 20 yildan ortiq vaqt nobud qilgan kimligi va qimmatini o'zining to'g'ri ideologiya va kurash planlarini har kuni bir qancha qitim nutq so'zlab tarqitish orqali tez shaklda asliga keltirishga boshlaydi. O dersler taşki dünyadaki Uygurlarının müstakillik hareket yönelişini ve yolunu uzundan buyan küstüp tetkik kılıp kelavatkan bir grupa chet ellik stratejiya mutaxassisleri ve Uygur ziyalilerden teşkil tapkan bir kumandanlık teşkilatının tanışı ve orunlaştırışı bilen öz fikrini kollaydıgan hem özü bilen okşaş ideologiyadaki vatanperver Uygur ve Uygur bolmagan chet ellik dostlarının kollayışı bilen bu yıl 2020 yılı 3. ayının 7. günü kurulgan Uygurustan Cumhuriyetçiler Partisi'nin kuruluş hizmetini işleydi. Ve uzunlu ötmey bu partiyanın reislik vazifesiga tayinlandi. Partiya komandanlık merkezinin reisi Ablaca Layınaman'dek öz halkının hürliki Uygurustan devletinin müstakilliğini eslik keltiriş kuraş yolunda tınım tapmaz bir vatan oğlanını bu vazifeye tayinlişi Uygurlarının növbetteki doğru ideologiya, yeni inkılap stratejisi de halkımızga Uygurlarının bir millet buluş süpütü bilen halkaralık kanunlara uygun devlet kuruş ve asker yetiştiriş, taşki dünyadaki bağımlılık devletler bilen diplomatiya, soğudu ticaret ornutuş, hatta chet eldeki Uygurlarga resmi pasport taktık, devletler ara sayahat kılışka buluduğandek özelliklerini kanuni yusunda vücutku çıkaralaydıganlıkıga müstehkem asas salıdı. Andı müjderyanda o yana 12 cemiyet ve teşkilatın birleşmesi bolgan Şarkı Türkistan Uyguristan Azatlık Teşkilatı'nın bu yıl 2. ayda Paris'te içilgen yığınıda bu teşkilatın reisliği sayıldı. Reis Ablaca Layınaman'ın Uyguristan Cumhuriyetçiler Partisi'nin bu vatan benim vatanım, menden başka hiç kandak bir küç, hiç kandak bir sınıf ve hiç kandak bir grup ve hiç kandak bir hakimiyetin hükümranlık kılışına mutlak ruhsat yok diyen güçlük ve topluluk ideolojisine asas kılıp ilip bargan inkılabı nutukları kent halk anmasını intayın hayacana saldı ve Uygur halkının işencisiyle ilgi oldu. İlgirki taşki dünyada yıllarca ilip bargan kişilik hukuk ve insan hakları davasını küreşke, inkılapka aylandırış şuarını yangrattı.
Onun tirishchanligi va qobiliyatli bir rais bo'lish iqtidoriga ega bo'lishi qisqa vaqt ichida Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasining dunyodagi ko'plagan davlatlarda partiya sho'balarini qurib chiqish orqali partiya a'zolarini qabul qilish ishini tezlashtirdi. Bunun neticesinde bu yıl 2020 yılı 6. ayının 15. günü partiya kumandanlık merkezi karar kılıp 2020 yılı 6. ayının 17. günü Amerika'da Uyguriston Cumhuriyeti'nin kurulganlığını resmice kağıladı. Aziz vatandaşlar, demek sizler yukarıda Uyguriston Cumhuriyetçiler Partisi'nin reisi Ablacan Laylınaman'ın kısaca köreş tarihi bilen tanışıp çıktınlar. O'ttirib qo'yilgan reisimizning 24 yil jarayonida bejidan o'tkazgan turmush sinoqlari va qo'lga keltirgan natijalarining dalil isbotlarini bu tushundirish bilan birga suratli ko'rib chiqdinglar. Shunga biz barliq partiya a'zosi vatandoshlarimizni raisimiz va partiyamizni texmi to'liq tushunishini va har vaqt hushyorlik bilan bularni qo'g'dishimizning naqadar muhimligini unutmasligimiz lozim. Shundaqla keng xalq ommasining partiyamizga ko'plab a'zo bo'lib kirish orqali birlikda kuchayib va uyushib xalqimizga umid, dushmanimizga qattiq zarba berishimiz lozim. Bu yo'lda barliq partiya va tashkilotlarning hamkorlashishini umid qilamiz. Mushu munosabat bilan Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasining Amerika aqsirori yo'llagan Amerika hukumatining vatanimizni besilingan zulm deb e'tirof qilib berish haqida yo'llagan petitsiyasiga, ya'ni iltimosimizga qo'l qo'yish orqali bizni texnik kuchli bir qonuniy asos bilan ta'min etgan bo'lsanglar, to'liq suyungan bo'ladi. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, ilgili Rais Ablacan Laylınaman ko'chalarda o'zi yolg'iz oylarcha qog'oz ko'tarib petitsiyasiga imzo to'plagan. Yalnız namoyishlarni qilib, hatto odatdagi qo'l telefonlarini Amerikada to'liq umumlashmagan shu 1996 yillari Erkin Osiyo radiosining Uyg'urcha bo'limining ichilishiga sababchi bo'lgan ekan. Shuningdek, butun dunyodagi vatandoshlarimizni kecha kunduz demay petitsiyasiga imzo to'plash orqali barliq tashkilot va jamiyatlarning kuch chiqarishi bilan bu yil Amerika Uyg'ur kishilik huquq qonunini ma'qulladi. Endi Amerika hukumatining davlatimizning rasmiy besilingan davlat ekanligini e'tirof qilishning vaqti keldi. Uyg'uriston Cumhuriyetçiler Partiyasi tashviqot ishxonasi tayyorlab tarqatdi. 2020 yılı 20. iyul. Amin. Mübarek olsun.